Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Keyin eng uyat ishlarimizdan bittasi, buni ham qilmasa bo'lmaydi deyishar ekan. Xo'p, o'sha ayollarni uylangan kuyov bola chimildig'iga kirgan kunida oyna ko'rsatishadi. Biz ayna deydi-ku, oyna ko'rsatishadi. Bu eng bezbetlik ishlarimizdan bittasi bu. Oyna ko'rsatib, savolini aytgani ham uyatasizmi? Sanga nima qizig'i bor uni, qachanligi, qanchaligi, sanga nima qizig'i bor? Buni eshitmaganlar, boshqa viloyatdan kelganlar, mana o'tirganlar nima deyapti ekan deyishingiz mumkin. Endi mayli sizlar tushunishlaring uchun mayli aytib qo'ying. O'sha oynani ko'rsatishib aytishar ekanki, men endi ustida bo'lmaganman, lekin ustida bo'lgan kuyov bolalar, kuyov bolani o'rtoqlari aytishyapti, oymi kunmi deb so'rar ekan. Nima bu? Nima deb tushunish mumkin? Tasavvur qiling, bitta begona ayol bitta begona erkakdan so'rayapti. Birinchidan yoshlar kuyov bolani qo'shib qo'yamiz deb uyga olib kirayotgan uyatsiz yoshlar. Kuyov bolalar, mana shu uylanayotgan bolalar bo'lsa, eshiting shuni. Qanaqasiga siz uyingizga begona o'rtoqlaringizni olib kirasiz? Islom yulduzi kanali. Dunyoga mukammal nigoh. Uyating bu, uyatsizlik bu narsa bu. Keyin eri xotin bor joyda boshqa ayolni ikkinchi xonada yotishligi. Nima deb tushunish mumkin? Kuyov bolaga ochiq aytadigan ayollar bor ekan. Kuyov bola endi bizga ruxsat bering, ketaylik. Uni tushunayotgandirsilar. Tur yo'qol ketaver. Seni bir o'sha o'tirib, navr problemasan sen, muammosan sen nabarut. Ket bor, ket o'sha yoqqa. Bizga ruxsat bering deganlarni tushunayotgandirsan. Endi buni gapirib olmayman endi. Men betim qattiq bo'lsa ham, endi bu bag'iga o'talmayman endi. Ko'ryapsizmi? O'sha qolgan ayolni endi xo'p, yo'q, buni yaxshi tomoni ham bor. Nimaga desa, endi har xil holat bo'ladi, palon po'kin. Telefonlar bor, meditsina rivojlandi. Bitta telefonda 3 minut, 4 minutda ham yo'q hal bo'lyapti. Endi xo'p, o'shanaqangi meditsina rivojlanmagan, telefon rivojlanmagan paytda xo'p, mayli o'sha ayol o'sha kelinga qaysidir ma'noda bir qanaqadir noxush holat bo'lsa yordam berish uchun qolishi mumkindir, mayli. Lekin hozir bitta telefonga doktor ham kelyapti, bitta telefonga o'sha qoladigan xolasi ham 3 minutda mashinada yetib kelishi mumkin.